Rostdan ham 60 oyga 1.300.000 so'mdan to'lab, o'zini narxida 10x yoki 1.400.000 so'mdan to'lab trekker olish imkoniyati ochilibdi deysiz. Shu gap rostmi aka? Assalomu alaykum. Ha, rost. Bitta pasport bilan bitadi. Bitta pasport bilan bitadi. 60 oyga ham beraverasizmi? Berilaveradi. Trekkerdagi 10x bilan oylari ozgina farq qiladi. Endi buni 50% ni to'layveraman. Oyma-oy ozroq chiqarib beringlar deganlarga imkoniyat bor. Rastochkani bombalar ochildi akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Yana ham zo'r yangiliklarimiz bor. Videoga like bosib esdan chiqing. Labo'lagan rastochkaga oladigan bo'lsam, boshqa davlatga minib, masalan, Shahmardonlarga, Qirg'izistonlarga chiqib dam olib kelsam bo'laveradi. 30% to'lov bilan ham chiqadi dami? Davlat yor aka, Cobaltga ham rastochka ochib yubordilar. Rastochka hozir yangilik Captivaga ham qo'shilgan-ku. Bir rastochka bormi Captivaga? Captivaga rastochka ochildi. U ham kechadan ochildi. Umra safariga litsenziyali firmadan bormoqchimisiz? Bizda to'lovlar bank orqali bo'ladi. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar yoki shu kanalda to'liq videosini tomosha qiling. Akalar, O'zbekistonda yangilik. 60 oy muddatga 1.300.000 so'mdan bitta pasport egasiga 5 yilgacha bo'lib o'zini narxiga to'lab berish ochilibdi deyishgandi. Hozir shuni batafsil bilgani, qaysi pozitsiyalarga berilyapti? Faqat 10x gami yoki trekkerga ham berilyaptimi? Labolarga qanaqa bo'lyapti? Damaslargacha, hattoki Cobalt ham turibdi. Cobaltga qanaqa bo'lyapti? Shularni batafsil yoritgani keldik akalar. 10x bilan trekker olmoqchi bo'lganlar shoshilmay turasizlar. Videoni oxirigacha ko'rib, videoga обязательно like bosinglar. Bizning kanalimizda yangi bo'ladigan bo'lsalaring, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Sababi birinchilardan bo'lib shunaqa yangiliklarni ko'rib borasizlar. Endi do'stlar, nima niyat qilgansiz? Qanaqa mashina niyat qilgansiz? Kommentariyasiga yozib qo'ying. Sababi amallar albatta niyatlarga bog'liq do'stlar. Pastga avtosalonni raqamini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Tepaga travertin xizmati bo'yicha nomer qoldirib qo'yaman. Bu o'zimizning xizmatimiz. Nomerni aralashtirib olmaysizlar. Tepada travertin xizmati, pastda avtosalonni nomeri. Demak, biz videoni bir boshladik, qani ketdik. Davlatyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rostdan ham 60 oyga 1.300.000 so'mdan to'lab, o'zini narxida 10x yoki 1.400.000 so'mdan to'lab trekker olish imkoniyati ochilibdi deysiz. Shu gap rostmi aka? Assalomu alaykum. Ha, rost. Xudo xolasa kechagi kundan boshlandi. Asaka Bank yangi aksiya yo'lga qo'ydi. Shu 10x bilan trekker avtomobillariga uzoq muddatli rassrochka, demak, muddatli to'lov o'zini narxida bo'lib to'lashga berishni boshladi. 60 oygacha o'zini narxida berib yuborilyapti. 36 oydan 60 oygacha o'zini narxida beriladi. Do'stlar, bitta like bosib, kommentariyada qaysi mashinani olmoqchisiz yozib qoldirish esdan chiqmasin. Bir boshlaymiz. Qaysi pozitsiyalarga berilyapti davlatyor aka? Xo'p, 10x bilan trekkerda hamma pozitsiyasiga beriladi. 10x da 5 xil pozitsiyasi bor. 5oviga ham olsangiz bo'laveradi. 5 pozitsiyasiga. 30% boshlang'ich to'lovga 36 oy, 10x ga 40% boshlang'ich to'lovga 44 oy, 50% boshlang'ich to'lovga 55 oy, 60% boshlang'ich to'lovga 60 oy. Do'stlar, 60% to'lasalaring 60 oy davomida to'lar ekansizlar. 50% bo'lsa, necha oyda? 55 oy. 55 oy davomida bo'lib o'zini narxida to'lar ekansizlar. Endi orasidan o'rtachasini olib chiqib, sizlarga bitta eng arzonini, bitta eng qimmatini boshqa to'lovi necha pul bo'ladi? Oyma-oy to'lovlari qanaqa bo'ladi? Bitta o'shalarni ham aytib o'tib ketaylik, davlatyor aka. Bo'ldi. Mana misol uchun 10x LTZ avtomat korobka, avtomat korobkani eng arzon varianti hisoblanadi. Endi haligi xaridorgiri shu. Mana shu LTZ. Ko'pchilik shuni oladi. Endi avtomat korobka narxi ham qimmat emas unchalik. Eng odamlar suyib minadigan shu. Suyib minayotgani shu bo'lyapti hozir. O'rtadagisi. Xo'p, bunga boshlang'ich o'zini narxi necha pul? Boshlang'ich qancha to'laydi? O'zini narxi 199.899 ming. Xo'p, 30% boshlang'ich to'lov qilinsa, bu degani 59.969 ming to'lashadi. 36 oyga 3.886 mingdan chiqadi. 59 million to'lashadi. 36 oy mobaynida 3.800 ming atrofida chiqadi. 3.800 mingdan to'lar ekansizlar. Qachon ochiladi? Bu 22 oyliklarda bo'lmayapti, qimmat chiqyapti deyaptilaring. Mana sizlarga imkoniyat. 30% bilan boshlang'ich 30%, ag'iga mana 3.800 mingdan 36 oy mobaynida. Endi davlatyor aka, mashinaga 60% to'lasa necha puldan chiqadi? Xo'p, bu LTZ variantiga 60% to'lanadigan bo'lsa, boshlang'ich to'lovi 119.939 ming bo'ladi. Oylik to'lovi 1.332 mingdan chiqadi. 1.332 mingdan akalar.
arzon bo'lib ketyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Hozir oladigan paytimi yo mashinalarimiz eski mana masalan Cobalt bo'lsa sotib turib 10x oladigan paytmi yo'qmi? O'zlaringiz fikrlaringlar, albatta yozib qoldiringlar. Bu LTZ ga qilindi hozir. Ha, LTZ ga. Endi LTZ ni misol uchun bir 80 million atrofida pulim bor degan odamga o'sha 80 millioncha to'laydi. Qolgani 2 million 700 mingdan 44 oyga. 44 oyga 2 million 700 ming so'mdan olib chiqib ketaveradi. Xo'p, buni olish uchun bitta pasport o'zi kifoyami? Pasport bilan kelishsa biz shartnoma qilib beramiz. O'sha aksiya bo'layotgan bank, Asaka bankka borib to'lovlarni qilib, xudo xolasa mashinalarimiz bor, sirazi beramiz. Ha, Asaka bankka sizlardan shartnoma olib borishadi. Bitta pasport o'ziga. Ha, bitta pasport bilan bitadi. Bitta pasport bilan bitadi. Xo'p, endi qimmatrog'igachi aka, redline'larga qanaqa chiqyapti? Xo'p, bu Premier 2 Plus. Bu Premier 2 Plus. Aha. Buni ham misol uchun 50% ni to'lanadigan bo'lsa, buni narxi 221 million 640 ming, yarimi 110 million 800 ming atrofida to'lov qilishadi. Qolgani 55 oyga 2 million 14 mingdan chiqadi. 2 million 14 mingdan shu Premier Plus'ini olib ketsa bo'laveradi. Bo'laveradi. Akalar, zo'r imkoniyat. 60% ham bormi aka buni? Buni ham 60% 60 oyga ham beraverasizlarmi buni? Berilaveradi. Aha. Xo'p, 132 million 984 ming to'lov qilinib, oyiga 1 million 477 mingdan. 1 million 477 mingdan Premier Plus 10x akalar. Bitta like bosib beradigan joyimi? Yana ham arzon bo'ladimi? Yo'q, rosa oladigan paytimi? Albatta fikrlaringni yozib qoldiringlar. Jem mashinalarning ichida eng puliga stoyt bo'ladigan, o'zini oqlaydigan mashina qaysi? Qaysini niyat qilgansiz, обязательно kommentariyada yozib qoldiring. Endi trekkerlar haqida batafsil ma'lumotni olishni boshlaymiz. Buni trekkerlarni LS pozitsiyasidan boshlab Premiergacha, o'sha redline'gacha borib, bo'lib to'lashlar. Ha, trekkerda ham o'sha hamma pozitsiyasi, to'rov pozitsiyasiga ham beriladi. Xo'p, trekkerda narxi 220 milliondan boshlanib 282 milliongacha. Endi hozir bir boshdan tushuntirsak bo'ladimi, pozitsiyalariga necha puldan to'lashadi, oyiga qancha? Misol uchun trekkerda eng arzon varianti LS pozitsiyasini olishadigan bo'lsa, 30% likni hisoblaydigan bo'lsak, trekkerdagi 10x bilan oylari ozgina farq qiladi. Misol uchun 10x 30% ga 36 oyga berilsa, trekkerdagi 30 oyga beriladi. Shunda, xo'p, trekker LS Plus varianti boshlanish to'lovi 66 million 285 ming, oylik to'lovi 5 million 155 mingdan chiqadi. 5 million 155 ming. 55 mingdan chiqadi. Bu 30% to'lagan holatda. 30% to'lagan holatda. Endi buni 50% ni to'layveraman. Oyma-oy ozroq chiqarib beringlar deganlarga imkoniyat bormi? Xo'p, 30% ni to'lab, 50% ni to'lab, 50% ni to'laydigan bo'lsa, misol uchun mana bu ko'rib turganingiz LTZ pozitsiyasi. Luki yo'q xolos, qolgani komfort. Ha, komfortlari bor. Xo'p, buni narxi 244 million, 50% ni to'lanadigan bo'lsa, 122 million 54 ming to'lanadi, qolgani 2 million 700 mingdan 40 oyga, 45 oyga. 2 million 700 mingdan 45 oyga trekker nima deyapti akalar? O'chirib turib, u aynaqa ishlarni qilib, tanish bilish topadigan daytlar o'tib ketdi. 50% ni to'laysiz. Qanchadan tushdi oyiga? 2 million 700 ming atrofida. 2 million 700 ming atrofida trekkerda oladigan. Mana Rasrochkani bombalari ochildi akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Yana ham zo'r yangiliklarimiz bor. Videoga like bosib esdan chiqmasin. Endi aka ko'proq to'layman, 60% to'layman. Pulim bor deganlarga necha puldan chiqadi oyiga? Xo'p, mana Premier pozitsiyasini oladigan bo'lsak, Premier Plus pozitsiyasiga 163 million 593 ming to'lashadi. Oylik to'lovi 60 oyga 1 million 817 mingdan. 1 million 817 mingdan tushadi. Akalar 1 million 817 mingdan qachon trekker berilgan akalar? 60% ni to'layasiz. 60% dan taxminan o'sha bitta Cobalt puliga borib qolar ekan. Necha qo'shasizlar? 160 million atrofida bo'lyaptimi? Ha, 163 million. Qolgani bilinmaydi akalar, 100 dollardan sal oshar ekan. Rosa trekker oladigan, 10x oladigan paytlar kelib qopti. Bundan tashqari bu yerda Damaslarimiz ham bor. Xo'p, van variantlarimiz bor, Malibular bor. Salonning ichiga ham kirib bir qator hamma ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Endi bu orada bizga akamiz orasidagi pozitsiyalarning orasidagi farqlarni ham tushuntirib beradilar. Aka, 10x ni pozitsiyalarning orasida, narxlari orasida qanaqa farqlari bor? Xo'p, ana LTZ pozitsiyasini oladigan bo'lsak, avtomat korobka. Endi hozir ko'pchilik avtomat korobkaga talab kuchayib ketdi. LTZ 10x pozitsiyasida xo'p, luki bo'lmaydi. Luki bo'lmaydi. Bunda luki bor. Diskasini farqi, disklarda farq bor. Premier Plusda 16 razmerda bo'ladi, LTZ variantida 15 razmerda bo'ladi. Zo'r. Farasida ham ozgina farq qiladi.
Bu lupali ekan, Ha, u lupali bo'ladi Premierdagi. Bu LTZ variantida luk bo'lmaydi. luk bo'lmaydi. Sideniyalari kojinli bo'lmaydi, materialdan bo'ladi. Bu materialli bo'ladi LTZniki. Ikkita oldi sideniyasi siydi xolos. Premierda 4 ta sideniyasi siydi. Ha, bunga chexol olib qo'yishlari shart emas aka. Bunga bitta chexol qo'yib olishar ekan. Ha, shunaqa aka. Shunaqa variant. Endi Premierda yana bitta ikkita qo'shimchalari bor. Misol uchun ruli isiydi, o'zini o'zi parkovka qiladi. Shunaqa funksiyalari, qo'shimchalari bor, komfortlari kuchliroq. Premier bilan Redline'ning nima farqi bor? Aka Redline'ni ham ko'rib ketaylik. Premier bilan Redline'ning farqi, xo'p, diskalari qoraytirilgan bo'ladi. Premierda dizaynida o'sha nikkelli joylari bunda Black Piano o'sha qoraytirilgan variantda chiroyli qilib chiqarilgan bo'ladi. O'ziga yarasha bunaqa qizil liniyalar bilan ajoyib bir kombinatsiyaga e'tibor berishgan. Chotki. Narxida qancha farqi bor? Narxida 9 millioncha farq qiladi. 9 millioncha farqi bor. Akalar Premier Plus Redline qaysi birini olgan bo'ladilaring 9 million farqiga. Bir xilga odamdan eshitaman 9 million farqiga men u propan qo'yardim, tuning qilardim, boshqa qilardim deydi. Bir xilga odamdan so'rasam, xuddi o'zim akamdan so'raydigan bo'lsam, men zavodnikidaqa qila olmayman. Zavod zo'r bo'laman, Premierni, mana Redline'ini ma'qul ko'raman deb aytasiz. Siz qaysi birini ma'qul ko'rasiz? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Endi trekkerlarning bir-biridan farqlari haqida gaplashamiz. Aka, farqlarini. Xo'p, trekkerda mana LTZ varianti bilan bir ham Premier varianti turibdi. Xuddi o'sha 12 taqa LTZ variantida luki bo'lmaydi. Diskalari ozgina farq qiladi. Bu chiroyliroq. Dizaynida farq qiladi. Bu nikkelli, chiroyliroq. Bunisi oq diska, lekin bu ham quyma diska bo'ladi. 17 ekan akalasi ham. Ha, ikkovi ham. Balonida ham farqi bormi? Balonida ham? Yo'q. Bars baloni ekan. Ikkovida ham bars baloni. baloni. Bular farasida farq qiladi. O'sha ichida xo'p Trekker LTZ ni sideniyalari kombinirованный bo'ladi, yarimi koja, yarimi materialdan bo'ladi. Premier Plusda polniy kojali bo'ladi. Ha, bunda polniy koja, buni oldi tomonlari materialli, zo'r, atrof koja bo'lar ekan. Endi o'sha qo'shimcha funksiyalarida farq qiladi. Bu ham avtoparkovkasi bormi? Ha, Premier Plusda avtoparkovkasi bor, LTZda yo'q. Luki bo'lmaydi. Xo'p. Zo'r. Redline bilan nima farqi bor? Buni Redline bilan aka. Redline ham xuddi shunaqa 10x da ichki tashqi ko'rinishida o'sha Redline elementlari qo'shilib o'tib ketgan, o'sha tashqi ko'rinishida farq qiladi. Tashqi ko'rinishida farq qiladi. Ha, uni ham diskalari qora, manaqa nikkelli joylari hamma yo'q qoraytirilgan qizil liniyalar bilan ishlangan bo'ladi aka. Juda ham zo'r. Do'stlar, bittadan like bosamiz. Hozir yerda Labolar turibdi, Damaslar turibdi. Bular haqida ham batafsil ma'lumot olishga harakat qilaman. Davlat yo'q aka. Labolarga ham rasrochka ochildimi? Yo'q, hozircha Laboga rasrochka yo'q, lekin Damas bilan Damas Van kombi variantiga rasrochka amal qilyapti hali ham. Labolarimiz faqat naqd pulga, lekin Damas bilan kombi Van variantini rasrochkaga olishsa bo'ladi. Damaslarimiz xudo xolasa 15 kunlar atrofida yetkazib berilyapti, to'lov qilingandan keyin. Buni hozir aytib o'tib ketdik. 10xlarni, Damaslarni rasrochkaga olish bitta pasport bilan keladi. Sizlardan shartnoma oladi, Asaka bankka boradi. Ha, shunaqa. Endi sug'urta bo'ladi, mashina o'zini nomiga chiqadimi? Mashina o'zini nomiga chiqadi. Mashinani olgandan keyin nomer texpasport olishadi. O'zlarining nomlarida bo'ladi, notariusga borishmaydi. Undan tashqari o'sha sug'urta to'lovlari bor. Endi sug'urta to'lovlarini bank necha oyga olishayotganiga qarab, boshlanish necha pul to'lashayotganiga qarab chiqarib beradi sug'urtani. Sug'urta o'zgaradi. Misol ko'proq to'laydigan bo'lsa, kamroq chiqadi sug'urtasi. Rasrochkaga oladigan bo'lsam, boshqa davlatga minib, masalan, Shahmardonlarga, Qirg'izistonlarga chiqib dam olib kelsam bo'laveradimi? Bo'laveradi aka, faqat sotuviga taqiq qo'yiladi xolos. Boshqa odam nomiga o'tkazilmaydi. Davernis yozib beraveraman, ha? Mingani davernis qilib bersangiz bo'laveradi. Mingani davernis qilib beraveraman. Xo'p, aka savoli davomi, necha pul to'lashadi boshlang'ich to'lov Damasga? Xo'p, Damasga 48,5 million atrofida to'lov qilinsa, qolgani 22 oyga berilyapti. 2 million 200 mingdan to'g'ri keladi. 2 million 200 ming atrofida. Akalar, Damas qachon shunaqa bo'lgan kommentariyaga yozib qoldiringlar. Shunaqa imkoniyatlar borligi uchun like bosinglar. Yo bo'lmasam 22 oyga bas, buni ham 60 oyga qilib beringlar. Buni ham 30% ni to'laylik yo 50% deb kommentariyaga yozinglar. Mana shu salonni rahbariyatiga yetib borsa, balki sizlarni murojaatlaringizni inobatga olishib, shunaqa imkoniyatlarni qilib berishlari mumkin. Damasga 30% to'lov bilan ham chiqadi Damas. 30% ni to'lasa faqat muddat ozgina kamroq 13 oyga beriladi. U ham foizsiz bo'ladi, o'zini narxida. Kecha to'lovi qimmatroq. Endi tezroq yopiladi-da, zato. Tezroq yopiladi, qutiladi.
Labolar naqdga. Labolar naqdga. Nech pulga aka? 96 million 370 ming labolar. 96 million 370. Avtosalonni ichida ham olamizmi? Avtosalonda ham shuni ko'raman. Zo'r aka. Avtosalonni ichidan ham olamiz. Sizlarga o'sha Redline variantini ko'rsatamiz. Hattoki mana Cobaltni ham qo'yib berdilar. Davlatyor aka, Cobaltga ham rasochka ochib yubordilarmi? Yo'q, Cobaltga hozircha rasochka yo'q. Endi yaqin kunlarda shu shartnoma ochilib qolsa, UzAvto Motors o'zi e'lon beradi. Xudo xolasa shartnoma ochilganda balki yangilik bo'lib, rasochkalar ham ochilib ketadi. Zo'r. Do'stlar, mabodo shartnoma ochilib ketadigan bo'lsa, bir kun oldin xabar beriladi. Shu Drivers Village nomi bilan kirib shartnoma qiladigan bo'lsalar, Davlatyor akam shu yerda komandalar bilan birga kutib olishadi. Farg'ona, Marg'ilonliklar bo'ladigan bo'lsa, hammalaring mana shu Drivers Village avtosalonini tanlab shartnoma qilsalaring, mana shu kombinatli avtosalondan me'morlar olib ketsalaring bo'ladi. Endi ichkariga bitta kirib ko'ramiz. Davlatyor aka, buni birinchilardan bilish uchun Cobaltni shartnoma berilishini birinchilardan bilish uchun qayerda kuzatib turish kerak? Endi iloji boricha o'sha rasmiy ma'lumot beriladigan joyda UzAvto Motors'da o'zini rasmiy saytlari yoki Telegram kanallariga obuna bo'lishsa, o'shda to'liqroq rasmiy ma'lumot beradi yoki bizni Drivers Village Instagramda sahifamiz bor, o'shdan ham ko'rib tursa bo'ladi. Yana bitta narsa qilaylik. Davlatyor aka, sizlarga biror kun, 2 kun oldin ma'lumot kelganda menga aloqaga chiqsalaring, kelib sizlar syomka qilib bitta e'lon qilib bersam-da, menga ham podpisdan bosib qo'yishsa, shunaqangi yangiliklardan xabardor bo'lib turishim. Xudo xolasa, agar Cobaltga shartnoma ochiladigan bo'lsa, o'sha imkon qadar hammaga ertaroq yetkazishga harakat qilamiz. Birinchilardan bo'lib bizning kanalimizda ham chiqadi, xudo xolasa. Malibu ham bor, sotuvda. Malibu ham sotuvda bor aka. Naqdgami bu? Ha, Malibu hozircha naqd. Yo, Malibuga ham rasochka qo'yilgan. Yo'q, rasochka hozir yangilik Captivaga ham qo'shilgan aka. Bir rasochka bormi Captivaga? Ha, Captivaga rasochka ochildi. U ham kechadan ochildi. Qanaqa bo'lyapti endi Captivaga rasochka ochilgan bo'lsa? Captivaniki xo'p 30% to'lov qilinsa 13 oyga befoiz beriladi, yarimi to'lansa 22 oyga. U ham Damaskiga o'xshaydi grafiga. Xo'p, bitta grafikini chiqarib olasiz, to'liq ma'lumot beraylikmi? Captivanimi? Ha. Nimada ilova qilib ketsak bo'laveradimi aka? Ilova qilib ketsak ham bo'laveradi. Hisob-kitob. Yo bo'lmasam telefon qilsa, uni tushuntirib beraveramiz. Captiva ishqibozlari pastdagi nomer, avtosalonni nomeri, avtosalonni yozib qo'ygan bo'laman. Aloqaga chiqsalaring, mana Captiva 5 da ham rassrochkaga 22 oygacha foizsiz boshlang'ich to'lovini to'lab olsalaring bo'lar ekan. Biz aytgan Redline varianti mana shu bo'ladi. Mana shu joylari qizil, diskalari qora, maytlari qizartirilgan turbina varianti, luklari bo'ladi. Hattoki salonlarida ham qizil iplari bilan kombinirованный qilib, cho'tki qilib ishlangan mana shu Redline varianti bo'ladi. Do'stlar, videoga hali ham like bosmagan bo'lsangiz, like bosing. Bizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Kimga mana shunaqangi 10x trackerlarda rasochkaga bitta pasportda yozgan 60 oyga bo'lib to'lash kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, Farg'ona, Marg'ilondagi Drivers Village avtosaloniga kelaverasizlar, hammalarini kutib olamiz.